Siz bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu faktlar sizga yoqmasligi mumkin, lekin ular haqiqat. Qani bo'lmasa boshladik. O'zbekiston so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Har yerda qurilish, har yerda yangilanish. Lekin shu yangilanish ortida qanchalik katta qarzlar borligini bilasizmi? 64 milliard dollar. Bu O'zbekiston Respublikasining hozirgi tashqi qarzi. Bu raqam sizga oddiy tuyulsa, yana bir bor o'ylab ko'ring. Har bir fuqaro zimmasiga 1,5 ming, 2 ming dollar atrofida qarz to'g'ri keladi. Qarzni davlat olyapti, lekin uni xalq to'laydi. Siz, men, farzandlarimiz, nabiralarimiz. Iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov shunday dedi. Obodlik bo'lyapti. Mahallalar, shaharlar yangilanmoqda. Xarajatlar esa qarz evaziga qilinyapti. Bu uyat emas, dedi o'z nutqida. Balki bu uyat emasdir. Ammo bu xavfli. Chunki har bir qarz uni qaytarish majburiyatini keltiradi. Bugun obodonlik bo'lsa-da, ertaga byudjetda mablag' yetishmasligi, ijtimoiy xizmatlar qisqarishi, soliqlar oshishi mumkin. Va buning bari xalq bo'yniga tushadi. Qani raqamlarga nazar solamiz. 2017-yilda O'zbekiston tashqi qarzi 13 milliard dollar edi. 2024-yil oxirida esa bu raqam 64,1 milliard dollarga yetdi. Bu 5 barobar ko'paygan degani. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yalpi ichki mahsulotning 55,7% ni tashkil qiladi. Lekin xalqaro standartlarga ko'ra 60% chegarasi xavfli hudud hisoblanadi. Demak, biz hozir xavf darajasiga juda yaqin turibmiz. Endi muhim savol, bu qarz qayerga ketyapti? Ha, yo'llar qurilyapti, uylar tiklanyapti. Ammo ularning har biri ortida foizli qarzlar yotibdi. Bu pul qaytarilmasa, davlat moliyaviy bosimga tushadi. Nima bo'ladi keyin? Soliqlar ko'tariladi, kommunal to'lovlar oshadi. Pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar kechiktiriladi. Mahalliy byudjetlar qisqaradi. Ish haqlari sun'iy tarzda muzlatiladi. Shuni biling, bugungi qarzlar bugun his etilmaydi. Lekin ular ertaga og'ir yukka aylanadi. Ayniqsa kelajak avlodlar uchun. Farzandingiz maktabni bitirganda siz to'lamagan qarz foizlari uchun ish o'rni topa olmasligi mumkin. Yoki u yashayotgan hududda elektr, gaz, suv muammolari yuzaga kelishi mumkin. Chunki qarzlar surilgan, resurs qolmagan bo'ladi. Xo'sh, bu qarzlar haqiqatan ham shunchalik zarurmi? Ehtimol ha. Lekin bu savol ochiq qolmoqda. Pul to'g'ri ishlatilyaptimi? Yoki yana tanish-bilishlar, tenderlar, ochiq oydin bo'lmagan shartnomalarga ketyaptimi? O'zbekiston bizniki, qarzlar ham bizniki. Davlat tomonidan olingan har bir qarz xalq nomidan olinyapti. Shuning uchun O'zbekiston bu masalaga befarq qarash, bizning kelajagimizni o'ylamaslikdir. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu qarzlar taraqqiyotmi yoki kelajak avlodlar zimmasiga tushadigan og'ir yukmi? Izohlarda fikringizni kutaman. Kanalga obuna bo'ling. Bu mavzuda yana ko'plab haqiqatlarga birga ochamiz. Qarzlar bugun obodlik olib keladi, ammo ertaga sizdan va farzandingizdan qaytarib olinadi.